Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada qancha o'zbekistonlik patent bilan ishlayotganligi ochiqlandi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada 9,000 dan ortiq o'zbekistonlik patent bo'yicha ishlamoqda. Bu haqda O'zbekiston Migratsiya agentligi direktor o'rinbosari Elyor Toshtemirov ma'lum qildi. Unga ko'ra, Rossiyada 1,3 million nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, ularning 1 millionga yaqini patent bilan ishlamoqda. Agar siz birinchi marta Moskvaga yoki Moskva viloyatiga ishlash uchun kelayotgan bo'lsangiz, migratsion hisobga qo'yish to'g'risida qog'ozdan tayyorlangan xabarnoma rasmiylashtirish shart emas. Hozirda ro'yxatdan o'tish qoidalari yanada oddiy va zamonaviy usulga o'tgan. Nima qilish kerak? Birinchi, Amina mobil ilovasini o'rnating. Uni migratsiya markaziga kelgunga qadar o'zingiz o'rnatishingiz kerak. Bu ilova xorijiy fuqarolar hisobini yuritishning yangi tartibi. Ikkinchi, patent rasmiylashtirish uchun hujjat topshirish maqsadida Saxarvaga keling. Nega qog'ozli ro'yxatdan o'tish talab etilmaydi? 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab Moskva va Moskva viloyatida yangi eksperiment joriy etilgan. Unga ko'ra, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Ozarbayjon va boshqa davlatlardan ishlash uchun kelayotgan fuqarolar Amina ilovasidan foydalanishi shart. Ushbu ilova eski hisob tartibini to'liq almashtiradi. Amina orqali siz migratsiya markazining manzili bo'yicha ro'yxatdan o'tasiz va agar yashash joyingiz, qanday manzilda yashashingiz va dam olishingiz o'zgarsa, bu haqda masofadan turib xabar berib borasiz. Rossiyada mitinglarda qatnashgan migrantlar deportatsiya qilinishi mumkin. Rossiya Davlat dumasi xorijlik ishlar va fuqarolik bo'lmagan shaxslarni mamlakatdan chiqarib yuborishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Qonunga ko'ra, ruxsat etilmagan mitinglarda ishtirok etgan Rossiya armiyasini obro'sizlantirgan va ekstremizm bilan bog'liq huquqbuzarliklar sodir etgan xorijliklar deportatsiya qilinishi mumkin. Loyiha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga 58 ta yangi huquqbuzarliklar turini kiritishni nazarda tutadi. Toshkentdagi Ma'no tadqiqot tashabbuslari markazi direktori Baxtiyor Ergashevning so'zlariga ko'ra, kelgusi yillarda Rossiyaga ishlash uchun kelayotgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari soni asta-sekin kamayadi. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda Rossiyaga mehnat migratsiyasi allaqachon eng yuqori cho'qqiga chiqqan. Uning ta'kidlashicha, ko'p yillar davomida kuzatilgan avvalgi o'sish to'xtagan. Ergashevning fikricha, pasayish tendensiyasi ancha sezilarli. Hatto eng konservativ prognozlarga qaramay, Rossiyaga ishlash uchun kelayotgan o'zbekistonliklar soni kamayadi. Biroq Rossiyaga o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun hali ham asosiy yo'nalish bo'lib qolmoqda. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, har yili 1,5 milliondan ortiq O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga keladi. Biroq ba'zi migrantlar asta-sekin boshqa mamlakatlarni tanlashni boshlamoqda. Tobora ko'proq odamlar Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ishlashni o'ylamoqda. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, g'arb mamlakatlariga migratsiya ko'lami hozirda Rossiyaga qaraganda ancha kichik. Rossiyaga borayotganlar soni millionlab bo'lsa, Yevropa mamlakatlariga atigi 10 minglab odamlar migratsiya qilmoqda. Avvalroq Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2027-yildan 2030-yilgacha migrantlarni uyushgan holda yollash bo'yicha tajriba o'tkazish rejasini e'lon qilgan edi. Yangi tizim mamlakatning bir nechta mintaqalarida xorijiy ishchi kuchini jalb qilish qoidalarini o'zgartirishi kutilmoqda.